9. bab. Ayub cevap berip mundaq dedi. Şundaq, deganlaringning yolg'on emasligini bilaman. Lekin odam qandaq qilganda Xudo oldida o'zining haqqoniy ekanligini isbotlay oladi. Agar bir odam Xudo bilan bu to'g'riliq munozirlashmoqchi bo'lsa, Xudo uningdan 1000 savol so'rasa, u odam bir savolga javob berolmaydi. Xudo aql farosatlik va kuch qudratlikdir. Hech kimmi uning bilan baslasholmaydi. U tuydurmay tog'larni yo'tkivitalaydi. G'azablanganda tog'larni ostin-ustin qilivitalaydi. U yerni tabritib o'rnidan qo'zg'ivitalaydi. Zeminning ulunimi silkindirivitalaydi. U buyruq tushirib quyoshni chiqmas, yulduzlarni chaqnamas qilivitalaydi. U o'zi yolg'iz osmonni yeyib, dengiz to'lqinlari ustida menib yurdi. U cho'ng eyiq yulduz turkumi, Orion yulduz turkumi, Fikar yulduz turkumi va janubdagi yulduzlar turkumini yaratgandir. U qilgan buyuk ishlar, sanoqsiz yaratgan mo'jizalar tasavvur qilg'usizdir. U yenimdan o'tsa ko'rolmayman. Uning yiroqlab ketganini bilolmayman. Agar u olaman desa, kim to'siyolaydi? Kim uningdan nemi qilyapsan deb so'rayolaydi? Xudo g'azablansa, g'azabini tutib turolmaydi. Dengiz maxluqi Rahobning yordamchilarimi uning oyig'iga bosh qo'ydi. Undaqda men uningga qandoq javob beralayman? Men so'z tepib, uning bilan qandoqmi munozirlashalayman? Gerçi men gunohsiz bo'lsammi, uningga javob berolmayman. Faqat so'chining rahim qilishini-la o'tinalayman. Agar men uni chaqirsam, u menga javob bergan bo'lsa-mu, ammo men yanila uning so'zlarimga diqqat qilganligiga ishonch qila olmayman. U bo'ron chopqun bilan menga zarba berdi. Ko'p qitim sababsizla jarohatlantirdi. U demimni elib olishga fursat bermadi. Azob oqibatni yetkucha tortqizdi. Agar kuch haqida gap bo'lsa, u haqiqatan qudratlikdir. Agar odillik haqida gap bo'lsa, kimmi uni sotqa chaqira olsin? Gerçi men gunohsiz bo'lsammi, og'zim gunohkordir. Tuz bo'lsammi, og'zim meni agri deydi. Qusursizlikim menga baribir. Men hayotimdan to'yganman. Shunga hammasi baribir deyman. Mayli qusursiz odam bo'lsin, mayli buzuq odam bo'lsin, hammasini u yo'qotdi. Gerçi gunohsiz bo'lsa-mu, ofat kelib hayotidan ayrilganlarga Xudo kuladi. Xudo razil kishilarning dunyoni boshqarishiga yo'l qo'ygan. Sotchilarning ko'zlarini pardalab, odil hukm chiqara olmas qilib qo'ygan. Buni Xudo qilmagan bo'lsa, yana kim qildi? Yugurib ketayotgan odamdek kunlarim tez o'tmoqda. Kunlarim shuncha tez qochmoqda. Bir kunmi yaxshi kun ko'rmadim. Hayotim qumushdan yasalgan qiyiqdek tez, oljiga etilgan burkutdek chapsan o'tmoqda. Ey Xudo, agar men barliq qaqshashlarimni unutib, solg'un chiroyimni kulki chiroyga aylantirsam,
yaxşı bo'lar edi. Lekin men yanıla og'riq azobidan qo'rqaman. Chunki sening meni gunohsiz demaydiganligingni bilaman. Sen meni gunohkor deb qaragan ekansan, yana jon tolishib nima qilay? Boyumni qor suyida, qo'limni shahar bilan yuysammu, sen meni yanıla avrazga tashlaysan. Kiyim kechaklarimmi mendin yirginidu. Xudo manga o'xshash inson bo'lmasa, uningga qandaqmi javob beralayman? Sotda uning bilan qandaq munozirlashalmayman. Aramızda ikkimizni kelishtirib qo'ydigan kelishtirguchi bo'lsa edi. Agar u mendin jazo tayiqini yiroq qilgan bo'lsa, meni vahimaga solmasa, u vaqtda men qo'rqmay, yuraklik so'zni yalatdim. Lekin men hozir undaq qilolmayman.